Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism radio programmalarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Oldin qayda Uyg'ur Milliy harakatining rahbari, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qodir xonim tug'ilganligining 70 yilligini qutlug'lash faoliyati Germaniyada dag'dug'liq o'tkazilgan edi. 11 dekabr kuni Amerikadagi Uyg'ur jamoati poytaxt Washingtondagi Aman-Niso xon restoraniga jam bo'lib, Rabiya Qodir xonim tug'ilganligining 70 yilligini qutladi. Mazkur faoliyatda Rabiya Qodir xonimning hayoti va kurash qaynamida o'tgan umr musofasi zamondoshlari tarafidan eslab o'tilib, jamoat tayyorlig'ining guldastida taqdim qilindi. Çinçengo Uyghur Abdunum rayoniga partkom sekretari bo'lib tayinlangan 3 oydan buyon uning Tibetda qo'llangan boshqurish usullarini Uyg'ur diyoriga ko'chirib kelib sinaq qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Uyg'ur eldagi saqchixonlar bilan yerlik amallik xodimlari bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, yaqinqi 3 oydan buyon saqchilarning uzluksiz ko'paytirilganligini, rayondagi bexatarlik kontrolligining mislsiz kuchaytirilganligini bildirdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandi bu haqda inkos qaytirib, Çinçengoning Tibetda allaqachon mag'lub bo'lgan boshqurish siyosatini Uyg'ur diyoriga ko'chirib kelishi bu yerda texmi og'ir oqibatlarni elib keladi deb ogohlantirdi. Doirlarning Uyg'ur elida masjidlarni a'lolashtirish nomida ko'plagan masjidlarni chaqayotganligi ma'lum bo'lgandan keyin radiomiz bu haqda davomli aniqlash olib bordi. To'qqizaqning Langariyisidagi 86 masjiddan 57sining chekilganligi oshkorlanib, uzoq o'tmayla Mushiyisidagi 65 masjiddan 40 masjidning, To'qqizaq bozoridagi 37 masjiddan 20 masjidning chekilganligi dalillandi. Bu haqda inkos qaytirgan mustaqil kuzatuvchi Mehmet To'xtapandi diniy ibodat o'rinlariga chekilishning ham xalqaro qonunga, ham insoniy axloq prinsiplarga xilof bo'lgan og'ir jinoiy qilmish ekanligini eskartdi. 1985 yildagi 12 dekabr Uyg'ur o'quvchilar harakati Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi ko'lami zo'r, ta'siri cho'nqur bo'lgan davr bo'lgich bir zo'r voqea hisoblanadi. Tarixshunoslar 12 dekabr Uyg'ur o'quvchilar harakatini o'z navbatida yana 1980 yillardagi dunyo kommunizm lagerida ko'rilgan eng dastlabki demokratik harakatlarning biri deb qaraydi. 12 dekabr Uyg'ur o'quvchilar harakatining ayni chog'dagi yetakchilaridan biri bo'lgan Nurmamat Musabay apandi bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, 12 dekabr voqeasining bir avlod Uyg'ur sarxillarining yoshlik xotirasidagi eng yorqin sayfi ekanligini bildirdi. Egallanishicha, yaqinda Xitoy Markaziy intizom tekshirish komiteti sekretari Ming Janju boshchiligidagi bir o'mak Rossiyaning Checheniya avtonom jumhuriyatini ziyorat qilib, muqimlikni saqlash va terrorlikqa qarshi turish bo'yicha tajriba almashtirgan. Xabarda deyilishicha, Checheniya jumhuriyatining Rossiyaga sodiq prezidenti Ramzan Qodirov Xitoydan kelgan o'makka Checheniyani tinch idora qilishdagi tajribalarini tanishtirgan. Xitoyning Uyg'ur elini idora qilishda Rossiyaning Checheniyada qo'lga keltirgan tajribalarini o'rganmoqchi bo'lganligi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining diqqatini qo'zg'adi. Bu haqda fikr bayon qilgan Qozog'istondagi siyosiy faoliyatchi Qahramon G'o'janbardi Xitoy bilan Rossiyaning chegara millatlarini idora qilishdagi o'rtaq ishbirligini tanqid qildi. 12 dekabr kuni Germaniyaning Bavariya parlamentida Ilham To'xti va Uyg'urlarning kishilik huquqi nomli xalqaro yig'in o'tkazildi. Bavariya parlamentining sohibxonligida o'tkazilgan bu qitimqi yig'inga dunyoning har qaysi ellaridan kelgan 80 ga yaqin siyosiyon, parlament a'zolari, kishilik huquq mutaxassislari va Myunxendagi Uyg'ur jamoati qatnashdi. Yig'inning asosli so'z temasi Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, Ilham To'xti masalasi va Xitoydagi inson haqlari dafsandachiliklarga markazlashdi. Uyg'ur siyosiy arboblaridan Erkin Altekin bilan Ilham To'xti guruhining mas'ullaridan Anvarjon apandilar bu haqda fikr bayon qildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining Abdul xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.